هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Sad tefsiri 41. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sad suresi 41. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bendimiz Eyüp'ni esligin. U öz vaqtida Rabbiga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkizdi deb nido qildi. Uningga putung bilan yerni tepgin dedik. U puti bilan yerni tepib edi, suzuk bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyun sumi bo'ladigan, ishsimi bo'ladigan sovuq sudur dedik. Biz uning kesel vaqtida hodisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yengidan berdik. Ular bilan billa bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egillari uchun va'zi nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni ilib, uning bilan ayolingni urg'in, qasimingni buzmag'in dedik. Biz Eyüpni haqiqatan sabrchan bayqidik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlangichidir. Eyüp alayhissalom to'g'risida Allah Teala bu ayette bendisi ve peygamberi Eyüp aleyhisselamni onu sınaş yüzüden teniga, meliga ve perzentiga bergen balalarını bayan kıldı. Hatta onun tenide yürükinden başka yığınının orunçilik mi sak orun kalmagan idi. La ilahe illallah Muhammed Resul. Onunla boğan muhabbetini Allah Teala ve Allah Teala'nın peygamberiga bo'lgan imanını saqlab qolgan ayolidan başqa dünyada onun kesili ve başqa hacetleriga yardımı tegadigan hech nimasi qolmagan edi. Onun ayoli 18 yıl etrafida başqalar ishlab pul tepib, shuning bilan Eyüp aleyhisselamni beqib, onun xizmatini qildi. Eyüp aleyhisselam ondan burun meli ve perzentleri köp, küçtüngür adam idi. Keyin bularning hammasi qo'ldan ketdi. Hatta onun ahvoli shu darajaga yetdiki, o'zini qo'yg'ili alqanchilikla yer qolgan edi. Ayolidan boshqa yiroq yaqinlari uni tashlab ketdi. Ayoli Allah onundan rozi bo'lsin, turmush ehtiyoj uchun ayrılgandım başka vaqtlarda onundan keç gündüz ayrılmaydı. İşqi bağanda tez qaytib keletdi. Vaqt uzurab, ahvoli nacharlashib, taqdirga yezilg'ini tugab, vaqt to'shqanda u olamlarning Rabbi, payg'ambarlarning ma'budi bo'lgan Alloh taologa zarlinib mundaq dedi. Haqiqatan meni bala yani qattiq kesel urib oldi. Sen en merhametliksen. Bendimiz Eyüpni esligin. U öz vaqtida Rabbiga iltijo qilib, şeytan bana haqiqatan jafo mushaqqat ve azab yetkizdi deb nido qildi. Yani tenimga jafo mushaqqat, melim ve farzandimga balolarni ilib keldi. Şu paytda eng merhametlik Allah Teala onun duasını icabet kılıp, onu orundan turup yerini tepişki buyurdu. O şunda kıldı. Allah Teala bir bulaq çıkarıp verip,
oningda yuyunishga buyurdi. Bu suv uning badanidagi barliq sirtqi kasallarni saqaytdi. Ondan uni yana bir yerni urishga buyurdi. Yana bir yerni urishga buyurdi va yana bir buloq chiqarib berdi. Buloq chiqarib berib, uningdan ichishga buyurdi. U suvni ichish bilan uning barliq ichki kasallari saqaydi. Salomatlikka to'liq aslik keldi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Uningga putung bilan yerni tepkin dedik. U puti bilan yerni tepidi. Süzük bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyinsimi bo'ladigan, ichsimi bo'ladigan sovuq suvdir dedik. İbn Jarir ve İbn Ebu Hatem Anas ibn Malik radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan Allohning payg'ambari Ayyub aleyhisselam o'ziga berilgan balolar ichida 18 yil turdi. Uning yiroq yaqinlari uni tashlab ketdi. Faqat uning eng yaqin bir tuqqan qarindoshlaridan 2 kishila qoldi. Bu ikkisi atigan akşamda onu yo'qlaydi. İkisinin biri yana biriga. Bilamsan, Allohning nomi bilan qasamki, Ayyub ahli jahondan hech kim qilib boqmagan bir gunohni qildi. Hech kim qilib boqmagan bir gunohni qildi, dedi. Hamroyi uningga. U qaysi gunoh dedi. U 18 yıldan beri Allah Teala onunla rahim qilib şifalık bermedi dedi. O ikisi kechqurunliqi onu yo'qlab borgan vaqtida heliq odam o'zini basalmay gapini Ayyub alayhissalomga devetdi. Ayyub alayhissalom, sening nima davatqanligingni bilmayman. Haqiqatan Allah Teala bilidiki, men talash tortish qilib etib Allah Teala'ni zikr qilgan 2 odamning yenidan o'tgan va uyimga berib ularning haqqi bo'lmagan ishda Allah Teala'ni zikr qilganligini yomon ko'rib, ularning gunohi uchun kafarat bergandan boshqa gunoh bo'g'idek ish qilganim yo'q dedi. U hojat qilg'ini chiqardi. U hacetini qilib bo'lganda ayoli uni qo'lidan yetilab o'rniga ilib keldi. Bir kuni u hajetidan kechikib qoldi. Bu chaqda Alloh taolo Ayyub alayhissalomga putung bilan yerni tepkin dedik. U puti bilan yerni tepidi, süzük bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyinsimi bo'ladigan, ichsimi bo'ladigan sovuq suvdir dedik deb vahiy qilgan edi. Ayoli uni uzun saqlab, ondan ona qarab baqqili mengavidi, Ayyubning o'zi tarafga qarab kelayotganligini ko'rdi. Alloh taolo haqiqatan uni kesilidan saqaytgan bo'lib, u eng chiroyli holatiga kelgan edi. Ayoli uni ko'rganda, Alloh seni muborak qilsin. Alloh taolaning sinoq uchirgan payg'ambarini ko'rdingmi? Allohning nomi bilan qasamki, onun sağlam vaqtidagi holatiga sendan bakrak o'xshaydigan birmi odamni ko'rmadim dedi. Ayyub alayhissalom, bu haqiqatan men dedi. Onun 2 xomini bor bo'lib, biri bug'doy, yana biri arpa xomini edi. Alloh taolo 2 bulutni avatdi. Biri bug'doy xomini ustiga kelganda onunğa altın töküp toşqızıb etdi. Yani bir bulut arp xaminiga altın töküp toşqızıb etdi. Bunu İbn Jarir rivayet qilgan. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. İmam Ahmed Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi. Ayyub aleyhisselam yalang'och yuyinayotganda üstiga altın çiket gele düştü. O ularni kiyimiga usishga boshladi. Shu asnoda uning Rabbi: "Ey Ayyub, men seni ko'rib turganingdanmi, bay qilib etmadimmi?" deb nido qildi. Ayyub alayhissalom
Shundaq, ey Rabbim, lekin men sening barakatingdan behojat emasman, dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qildi. La havla va la quvvata illa billah. Biz onun kesel vaqtida hodisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan billa bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun va'zi nasihatdir. Hasan va Qatada Allah Taala onunğa balı chaqilarining va avlodining o'zini terildirib berdi va ular bilan billa bir hassa ortiq berdi dedi. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Ya'ni bizning onunğa ato qilganimiz, uning savrchanligi, tavranmas irodasi, tavbasi, kamtarligi va o'zini to'van tutishi qatorliq fazilatlarga qarata onunğa nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun va'zi nasihatdir. Ya'ni shunda qilishdan maqsad aql egalarining savrchanligining natijasi keng kushodilik va rohatga yetish ekanligini bilishlari uchundir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Onunğa qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni ilib, buning bilan ayolingni o'g'in, qasimingni buzmag'in dedik. Bu shuning uchunki Ayyub alayhisalom ayolining bir ishni xato qilganligi uchun uningga ochiqlangan edi va Alloh Taala o'ziga shifolik berib saqaysa, uni 100 qamchi urishga qasam qildi. Alloh Taala uningga shifolik berib saqaygan vaqtida ayolining uning qilgan yaxshi xizmati, mehr shafqati va g'amxo'rligi uchun beriladigan mukofot ayolini urush bo'lmasligi kerak edi. Shunga Alloh Taala Ayyub alayhisalomga fatvo berib, 100 tal shayxiba bir sap ilib, ayolini birini urushga buyurdi. La ilaha illalloh. Bunun bilan u qasimini buzmay ado qildi va qilgan nazarini o'rindadi. Mana bu Alloh Taologa taqvodorlik va tavba qilgan kishi uchun berilgan chiqish yo'lidir. Biz Ayyubni haqiqatan savrchan bayqadik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlangichidir. Alloh Taolo u nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlangichidir deb maqtadi va ta'rifladi. Alloh Taolo o'ziga taqvodorlik va tavba qilgan odamga chiqish yo'li ko'rsatib beradiganligini bayon qilib, mundaq dedi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Alloh uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Alloh haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. La havla va la quvvata illa billah. İbadette güçlük, dinde basiratlik bendilerimiz İbrahim, İshak ve Yakub'ni esligin. Ularni biz pak xislatlik, ahiretni eslep turdigan samimi kişiler kıldık. Ular bizning dergahimizde hakikaten Allah'ı tanlanan kişilerdir. Hakikaten yaxshi kişilerdir. İsmailni, İlyasani ve Zulkiflini esligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Allah'ı tanlanan yaxshi peygamberlerinin bayanı doğrusida. Allah Teala bendilerinden ibadetke peygamberlerinin faziletleri hakkında haber verip mundaq deydi. İbadette güçlük, dinde
basiratlik bandalarimiz İbrahim, İshaq va Yaqubni eslagan. Ya'ni ana shular yaxshi amal, foydali ilm, ibodatda kuchlik va nazar doirasi keng bo'lish bilan darajasi yuqori qilinganlardir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbadetde kuchlik demak, ibodatda bo'shib qolmaydigan, ibodat xumor demektir. Basiratlik demek, dinde alim bo'lish demektir. Qatada va Suddi ular ibadette kuch-quvvat, dinni tushunishda chunqur tushuncha berilgan kishilardir dedi. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni aslab turadigan samimiy kishilar qildik. Bu haqda Mujahid, ya'ni ularni biz oxirat uchun amal qiladigan, oxiratdan boshqa o'y xiyolda bo'lmaydigan kishilar qildik dedi. Suddi ularning ishi oxiratni aslash va oxirat uchun amal ibodat qilishdir dedi. Malik ibn Dinar mundaq deydi. Allah Teala ularning dillaridan dunyoga berilish va uni o'ylashni chiqarib etib, oxiratni yaxshi ko'radigan va oxiratni aslab turadigan ixlosmand, xolis kishilardan qildi. Qatada ular kishilarga oxiratni eslatdi va oxirat uchun amal qilishga vaz aytadi dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. Ya'ni ular alohida tanlanib chiqilgan yaxshi kishilardir. İsmailni, Ilyasani va Zulkiflani aslagan. Ularning hammasi yaxshilardandir. Sura Anbiyoda bularning qissalari va xabarlari to'liq bayon qilingachqa bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Bu va'zi nasihatdir. Ya'ni bu haq nahaqni ayirg'uchidir. Uningda va'zi nasihat oladigan kishi uchun va'zi nasihat bordir. Suddi, ya'ni bu va'zi nasihat Qur'oni Karimdan iboratdir dedi. Bu va'zi nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatlarda nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib, akeldirib turdi. Ularning yonlarida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qo'rami o'xshash juftlar bo'ldi. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning atoyimizdirki, u hargiz tugamaydi. Saodatmanlarning oxiri boradigan joyi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda saodatman mu'min bandalar uchun oxiratda haqiqatan yaxshi oqibatning borligidan xabar berdi. U oqibat bo'lsa-mu, oxiri qaytadigan joyga berishdir. Alloh taolo u joyini bayon qilib mundaq deydi. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ya'ni ular kelgan vaqtida jannatning eshiklari ular uchun ochiq bo'ladi. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ba'zilar bu oyat haqida ular pardalar bilan zinnatlangan karvatlar ustida badashqon qurib o'ltirishdi dedi. Ular jannatlarda nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeldirib turdi. Ya'ni ular qanchalik talab qilsa, shunchalik hozir qilindi va ularning xolig'ini bo'yicha sharoblar tayyorlandi. Ya'ni qaysi xildikini talab qilsa, jannat xodimlari shu xildikini ularga ilib keladi. Tövendeki ayetmi bunu ta'kidlaydi.
eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, jamlarni ularga aylanib sunib turdi. Ularning yanlarida erlerden g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qo'rami o'xshash juftillari bo'ladi. Ya'ni ularning juftillari o'z erlaridan boshqalarga ko'z qirini solmaydi. Bu juftlarning yosh qo'rami o'xshash bo'ladi. Bu İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Muhammad ibn Ka'b ve Suddi qatarlıqlarning so'zining mazmunidir. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Ya'ni mana bular biz degan jannatning sifatidir. Bu jannatni Alloh taolo taqvodor bandalarga va'da qildi. Ular qiyomat kuni qabrlaridan turib, o'tdan salomat bo'lgandan keyin u jannatning kishilaridan bo'ladi. Alloh taolo bu jannatning abadil abad tugamaydiganligini xabar qilib mundaq deydi. Bu haqiqatan bizning atoyimizdirki, u hargiz tugamaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamaydi. Tugamasdir. Bu ularga qilingan, üzülüp qolmaydigan in'amdir. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga albatta uzluksiz savob berildi. Uning mevalari tugamaydi. Hamisha soy tushib turdi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi davzaxdir. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Sad tafsiridan 54-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.